Assalomu alaykum hurmatli robot texnika qiziquvchilar. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Yangi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda yana bir qiziqarli loyiha qilamiz. Ya'ni o'tgan darslarimizda o'rgangan ultrasonik, ya'ni birinchi kitobda o'rgangan ultrasonikni ana endi Pico ya'ni Raspberry Pi Pico qurilmasi yordamida qanday ishlatish kerakligi haqida bir qiziqarli loyiha qilib ushbu darsimizda o'rganamiz. Demak, darsimizni boshladik. Xo'p, ushbu darsimizda demak qiziqarliroq bo'lishi uchun, ya'ni sal murakkabroq bo'lmagan, soddaroq, lekin zanjiri sal murakkabroq bo'lgan demak, darsimizda loyiha yasab ko'ramiz. Ya'ni buning uchun bizga kerakli qurilmalar dasturimiz uchun kompyuter, Raspberry Pi Pico yoki W qurilmasidan foydalanishingiz mumkin. Ultra tovushli sensor, ya'ni ultrasonik masofa sensori, ulash uchun simlar, ledlar, maket platasi, konverter va 220 ohm qarshilik rezistor kerak 2 dona va IPS displeyda ishlaydigan demak LCD displeyimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Ushbu darsimizda biz demak bu joyda ultrasonik haqida ko'p ma'lumotga berib o'tmaymiz. Sababi birinchi kitobimizda ko'p chuqurroq ma'lumot bergan edik. Darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun qisqaroq ma'lumot berib o'taman. Uning asosiy ishlash prinsipi ikkita demak signallari, ya'ni echo va trig signallari mavjud. Trig signaldan o'zidan signal chiqarib, impuls chiqaradi, ya'ni past tovushli demak signallar uzatadi. Natijada qayergadir qandaydir to'siqqa urilib qaytgan natijasi echoga kelib tushish natijasi demak o'sha yerda to'siq borligini aniqlab demak ishlatish mumkin bo'ladi. Faqat kamchiliklari demak sinadigan, tovush sinadigan joylarda bu yaxshi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun e'tibor bering, tovushni sindiradigan joylarda, ya'ni burchakrog'i, qiya burchaklarda xato ko'rsatishi mumkin. 100% aniq ishlamaydi baribir, lekin ancha katta loyihalarga ishlatish mumkin. 4 ta pinligi bor, 5 ta pinligi mavjud. 4 ta pinligi asosan demak trig va echo demak signal simlari va umumiy kuchlanish uchun simlar bo'ladi. Ya'ni 5 talik simda out alohida demak bitta pinga ishlaydigan alohida demak out uchun ham pinlar mavjud. Bizda esa hozir keng qo'llaniladigan HS SR04 ya'ni ultrasonikni juda ko'p foydalanadigan ayni o'sha ultrasonikdan foydalanib ushbu darsimizda o'tib ko'ramiz. Demak, Pico uchun Raspberry Pi Pico qurilmasini ultrasonikka bog'lash. Bu joyda e'tibor bering, to'g'ridan-to'g'ri bog'lash mumkin emas. Sababini aytaman. Raspberry Pi Pico bilan ultrasonikni to'g'ridan-to'g'ri bog'lash nima uchun mumkin emas? To'g'ridan-to'g'ri bog'lasangiz bu joyda Raspberry Pi Pico o'zidan GPIO pinlarini demak 3 voltga chiqaradi. Demak 3 volt bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, ya'ni VCC ga 3 volt berib groundga demak bog'lagan bo'lsangiz, umumiy kuchlanish 5 volt emas, 3 voltga ishlaydi. Lekin aslida demak ultrasonikimiz 5 voltga ishlaydi. Agar 3 volt bo'lsa, demak uning signal chiqaruvchi demak qurilma signal chiqaruvchisi demak xato ishlashiga olib kelishi mumkin. Kuchlanish kamayib ketadi. Natijada impulslar zaifroq bo'lib, xato kelishi mumkin. Ya'ni xato ko'rsatishi mumkin. Demak, bu ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Agar bunga 5 volt beradigan bo'lsak, bu yerdan GPIO pinlardan demak 5 volt beradigan bo'lsak, trig o'zidan 5 volt chiqaradi. Echo qabul qilganda o'zidan yana 5 volt signalni qabul qilib oladi. Natijada GPIO pinlarga demak 5 volt kuchlanish berishga to'g'ri keladi. Bu esa GPIO pinlarni zararlanishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni Pico uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu joyda to'g'ri yo'l demak logic level converterdan foydalanish. O'tgan darslarimizda o'rgangan edik. To'g'ridan-to'g'ri emas, logic level converter bilan bog'lash kerak. Bu joyda Pico uchun ham, demak ultrasonik sensor uchun ham kerak, xavfsizlik uchun. Demak, quyidagidek zanjirni ulab ko'ramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, konverterga bog'langan zanjirimiz bor. Dasturiy qismida dan oldin demak elektronika qismini bog'lamiz. Murakkabroq qismi demak detallar ko'p. Bu joyda ultrasonik bor, LCD displey bor va ledlar bor, konverter bor. Demak har birini alohida bog'lab, tartib bilan bog'lasak, demak adashmaslikka harakat qilamiz. Demak, boshladik. Xo'p, demak bu joyda groundimiz noto'g'ri joyga ulangan ekan, demak to'g'rilab qo'ydim. Xo'p, endi
ulab ko'ramiz. Ana endi ishladi. Xo'p. Qurilmamiz demak ishga tushdi. Demak ledlarimiz yondi. Demak LCD ledlar yondi. Demak zanjirimiz to'g'ri ulangandan so'ng demak dasturiy qismiga o'tamiz. Demak dasturiy qismini demak New Editorni ishga tushiramiz. New Editorni ishga tushirib to'g'ri ulangan degan umidamiz. Demak to'g'ri ulandi, hammasi joyida. Xo'p. Birinchi ultrasonligimizni qancha masofada ishlatganligi uchun tekshirib olamiz. Qanday masofada ishlayapti, qanday ishlatadi, buni ishlatish uchun qanday kutubxonani chaqiramiz. Ushbu demak dasturni tuzishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz demak ultrasonikni qanday ishlatish mumkin? Buni bizda fayl ochaylik, yangi fayl ochib, demak bizda Pico 0 kutubxonasining ichida ultrasonikni ishlatadigan alohida demak obyektlar bor. Ya'ni uni chaqirib olamiz. From deymiz, from tepadan kerak emas. From Pico 0 kutubxonasining ichida 0 import qilamiz. Demak, distance sensor degan obyekti bor. Katta harf bilan distance sensor mana. Distance sensor degan obyektni chaqiramiz. Xo'p, qancha vaqtni ko'rsatish uchun natijani from deymiz, time ichidan import qilamiz. Bu yerda sleepni. Keyin esa bitta kichkinagina nom o'zgaruvchi qo'yib, ds masalan. ds ni o'zgaruvchi qo'yib, demak bu joyda teng, xo'p, sozlaymiz ichiga distance sensor obyektini chiqarib, demak qaysi pinlarga bog'langanini ko'rsatishimiz kerak. Mana bu joyda echo ni ko'rsatyapti. Echo deymiz, echo mana teng nechiga ulaganmiz biz? Echoni birinchi pinga uladik, mana birinchi pinga uladik. Trekni esa 0-pinga uladik. Demak 0 emas 1 deb yozamiz birinchi echoni. Keyingisi esa trek. Trigger yozish kerak. Trigger teng bu joyda nechiga ulangan? 0-pinga ulangan. Agar maksimal distansiya qanchadir belgilash kerak bo'lsa, belgilashingiz mumkin. Bo'lmasa shart emas. Kerak emas. Xo'p. Keyingisi, keyingi qismimiz endi umumiy qaysi pinga bog'langanligi haqida demak pinlarni kirgizdik. Ana endi qanday ishlatish mumkin? Buni qayerdan qanday ishlashini tekshirishimiz uchun bizga terminaldan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni konsoldan, terminaldan foydalanib ko'ramiz. Buning uchun natijani doim qanchadir qiymatni ko'rsatib tursin. Buning uchun while true, ya'ni doimiy takrorlash deymiz. While true doimiy ko'rsatsin. Nimani? Xo'p, ds degan mana buni natijasini ko'rsatsin. Ya'ni printda terminalda chiqarish uchun printdan foydalanamiz. Print ds deymiz. Mana nuqta. Shunda funksiyasi bor. Distansiya degan, demak masofani o'lchaydigan, distansiya degan distansiya. Bu funksiya demak ichidagi masofani o'zi aniqlab sizga demak natijasini ko'rsatadi. Qancha soniyada ko'rsatsin? Taxminan sizlar 1 soniya yoki tezroq ko'rsatishi kerak bo'lsa yarim soniya, undan tezroq bo'lsa 0.5 soniya, 0.5 yoki 0.1 qo'yib qo'yishingiz mumkin, ixtiyoriy bu albatta. Qancha tez bo'lsa, demak natijalar ham xuddi shunday tez ko'rsatadi. Agar sekinroq qiymat ko'rsatadigan bo'lsa, demak soniyasini kamroq demak kattaroq qilib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, boshlashni bosamiz. Mana natija ko'rsatyapti. 20 sm hozir to'siq borligini men qo'limni yaqinlashtiryapman, demak yaqinlashtiryapti ishlashga. 4 sm gacha ishlaydi. 4 sm 2 sm dan 40 sm ga, ya'ni 4 metrgacha ishlaydi. Demak, umumiy distansiyalarimiz ishlayapti. Ana endi to'xtatamiz. Ana endi qiziqarli keyingisiga qiziqarliroq qilishimiz uchun bu joyda biz ledlarni ulagan edik. Ledlarni yoqib o'chiraylik. Ledlarni yoqib o'chirishimiz uchun bizga alohida demak Pico 0 ning ichidan led obyektini chaqiramiz. Mana keyin ledlarni ulanishini kirgizamiz. Masalan, led 1 nechiga ulandi? Led 1imiz led obyektining ichida demak nechiga ulangan pinimiz? Ikkinchi pinga, qizilimiz ikkinchi pinga ulangan. Masalan, led 1 ni qizil deb aytadigan bo'lsak, demak ikkinchi pinga ulangan. Pastdan led 2 ni demak
3 pinga quladi, sariq ledimizni. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz bu qachon yonadi, qachon bu o'chadi. Birinchi holat qaysi holatda yonish kerak, qaysi holatda o'chish kerak. Masalan, ikkita holati bor. Birinchisi qanchadir soniyadan keyin deylik, mana soniya qo'yaylik, masalan 15-20 soniya. Masalan, to'siqlar bor. 20 soniyadan past bo'lsa, qaysidir led yonsinda, qaysidir led o'chsin. Masalan, qizil led yonsinda, sariq led o'chsin. Va hokazo. Xuddi shunaqa demak shart kiritishimiz kerak. Buning uchun while true ichidan f deymiz. ds distansiya, ds nuqta distansiya, bu demak qancha masofasini aytyapti. Mana nechiga teng bo'lsa yoki nechidan katta bo'lsa yoki nechidan kichkina bo'lsa, masalan 20 dan katta bo'lsa sariq qizil yonib tursin. Masalan kattasi deymiz 20 dan bo'lsa 2 nuqta yozamiz. Xo'p, nima qilsin? Masalan led 1 yonsin, qizil led yonsin. Led 1 yonsin. Nuqta deymiz, on funksiyasi bor edi ishlatish uchun. Led 1 yonsinda sarig'imiz o'chib tursin. Led 2miz demak o'chgan holatda bo'lsin, off. Birinchi holatda yongan bo'ladi. Demak, qizilimiz yonib, sarig'imiz o'chgan holatda bo'lsin. Agar bo'lmasa-chi, demak agar bu teskari holatda bo'lsa-chi, 20 dan bu kichkina bo'lib qolsa-chi, demak kichkina bo'lsa else deymiz. Else pastdan demak teskari holatimiz bo'lsin. Ledimiz birimiz endi o'chgan holatda, yongan holatda edi, endi bu off o'chgan holatga kiritiladi. Keyingisi esa led 2miz endi bu o'chgan holatda edi, endi buni on holatga keltiramiz. Mana. Natijani ko'rsatib tursin. Boshlashni bosamiz. Bu joyda led. Bitta joyda kichkina led bo'lib qolibdi. Bu joyda obyektda. Endi boshlab ko'ramiz. Mana qizil doim yonib turibdi, chunki 20 sm dan baland ko'rsatyapti. Agar biz to'siq kiritadigan bo'lsa sariq yonadi. Qizil, sariq, qizil, sariq, qizil, sariq. Bu loyihani demak qizil, sariq, qizil, sariq to'siq bo'lganini sezib, demak buni qilamiz. Ana endi yana ham qiziqarliroq qilish uchun endi biz mustaqil ishlatadigan, ya'ni hozir biz konsolda, terminalda ko'rsatayotgandik, ana endi buni LCD displeyda ko'rsatsak-chi? LCD displeyda qanday ko'rsatamiz? LCD displeyda ko'rsatish uchun demak dastur kichkina dastur tuzishimiz kerak LCD displey uchun. Ya'ni buning uchun bitta alohida LCD displeyni chaqiradigan bizda qaysi bundan oldingi darslarimizda ishlatgan edik. Bu funksiyani obyektini demak 2C LCD degan obyektni chaqiramiz. Bu demak LCD displeyni ishlatadigan obyekt hisoblanadi. Buni tagidan bitta LCD deymiz, masalan LCD deymiz. İçinden I2C LCD. Demek nechinchi pinga ulanganini kiritishimiz kerak. Bu joyda biz ulanganida e'tibor bering, 6 va 7 pinga ulangan. 6-7 pinimiz Pico joylashuviga qaraganda I2S demak protokolga qaraganda GPIO'ning demak SPI nimani GPIO'ning demak 6-7 pini asosan demak bu joyda protokolda birinchi demak indeksda turibdi, ya'ni birinchi yadroda turibdi. Shuning uchun buni yadrolar ID raqamini demak 1 deb belgilaymiz. 6 birinchi demak bu joyda birinchi kiritiladiganimiz SQL bo'ladi. SQLimiz 7 ga olingan, virgul. Keyingisi esa STA. STA'miz esa 6 ga olingan. Mana. Bu umumiy joylashuv. Demak, pinlarning umumiy joylashuvi kiritiladi. Ana endi bu joyda endi dasturiy qismiga kelamiz. Dasturiy qismida bu umumiy natijani ishlatib ko'rsatish uchun asosan LCD display string ko'rinishida, matnli ko'rinishda o'qiydi, integer ya'ni raqamli ko'rinishda o'qimaydi. Hozir bu joyda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu raqamli integer ko'rinishda ko'rsatyapti. Bizda esa buni matnliga o'girishimiz kerak. Matnliga o'girishimiz uchun bitta shunchaki o'zgaruvchi yasaymiz, masofa degan, masalan o'zbekchasiga bitta masofa degan o'zgaruvchi yasaymizda string qilamiz. String, mana string deydi, str. Ichidan demak distance sensorning qiymati, integer qiymatini deymiz nuqta distance
distansiv qiymatini demak string yordamida matnliga aylantirib beradi. Mana matnliga aylantiradi. Ana endi LCD displeyni ishga tushiramiz. LCD displeyni ishga tushirishdan oldin yonganda qandaydir ma'lumotlar bo'lsa o'chirib tashlashimiz kerak. Demak boshidan demak LCD deymiz. Nuqta clear funksiyasi borda, tozalash funksiyasi. Demak matnlarni tozalaydi. Tozalaymiz. Undan keyin qayerda yozsin? Qayerda qanaqa nimani yozsin? Masalan, birinchi qatorda masofa deb doim yozsin-da, pastki qatorlarda faqat qiymatlar yozsin. Demak, masofa deganni birinchi qatorda masofa deb yozamiz. Birinchi qatorni yozishimiz uchun demak ID raqami nimasi? Indeks raqami 0-ning 0-joyi indeksda joylashgani, demak bu boshlang'ich qismining tepa qismida ma'noni anglatadi. Ya'ni LCD deymiz, nuqta bu yerdan move to keyin mana bo'ladi. Xo'p, 0,0 bu joyda boshlang'ich tepadan boshlash ma'nosini anglatadi. Bu joydan kiritsin. Nimani kiritamiz? LCD deymiz, nuqta bu joyda put string, ya'ni matnni kiritish uchun put string. Hop, keyin esa qanday matn kiritsin? Oddiy matn, masalan masofani ko'rsatyapti. Masofa degan matnni ko'rsatsin ekranda. Ekranda ko'rsatsin. Oldingi darsimizda masofa qanday yoki yozish haqida aytgandik. Keyingisi esa buni ikkinchi qatordan faqat masofani emas, masofani qiymatini ko'rsatsin. Mana bu yozilgan masofa degan o'zgaruvchining string raqamli emas, string raqamli emas, matn ko'rinishidagi qiymatini ko'rsatsin. LCD deymiz. LCD nuqta bu joyda demak qayerda joylashsin? Ikkinchi qatorda. Demak, ikkinchi qator bo'lsa move to, keyin 0-indeksning demak pastki, demak birinchi qatorida joylashsin. Nima deb yozsin? LCD nuqta demak put string yozsin masofaning qiymatini. Demak mana bu masofaning integer qiymatini, demak matnli ko'rinishini chiqarsin. Masofa. Mana qolganlari o'zgarishsiz qoladi. Mana bu joyda demak ledlar yonadi o'z vaqtida, yoqib o'chiradi. Bir vaqtingiz agar sizga ham bu yerda ham bu yerda ko'rsatadigan bo'lsa, integralda ham demak LCD da ko'rsatadigan bo'lsa deb qolsin bu. Agar shart emas desangiz uni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Demak uni ishlatib ko'ramiz. Mana demak masofa e'tibor bering, juda 22 ko'rsatdi, 21 ko'rsatyapti. Bu yerda terminalda ham led ham yonadi. Bir vaqtingizda ishlayveradi. Mana yonib ishlaydi. Bu yerda ham matn ko'rsatadi, terminalda ham ko'rsatadi. Juda tez ko'rsatayotganligi uchun juda xiraroq bo'lishi mumkin. Buning uchun albatta mana bu joyda demak 0.5 qiymatini olib, keyinroq yoki o'zingizga qulayroq qilib matnni kiritishingiz mumkin. Mana. Demak, sekin shoshmasdan raqamlar o'zgara boshlaydi. Raqamlarni bemalol o'qib olishingiz mumkin LCD displeyda. Sensorlarimiz hammasi ishladi. Demak, bu ushbu darsimizdan sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savol va topshiriqlaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, albatta bizni kommentariyada yozishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.